Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bu kanalda meni bekorga ko'rmayapsizlar. Meni chaqirishdi, men keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bu kanalda bekor bu odamni ko'rmayapsizlar. Akmal akam, ya'ni Instagramda taksi nomer 001 hamda o'zlarini taksi parklari bor. Taksi nomer 001 degan. Abduqodir bu yoqqa keling deb jigar. Xo'p, bular taksini jinnisi Instagramda. Qarang sizda. Assalomu alaykum. Qarang, har yolg'onchi park deb ayta olaman bemalol. Akmal akam parkini. Ya unaqa qaramang. Nimaga sizdan nalog yechdimi bulan parkda? 1 million nalog yechib oldi. Minusga kirib ketdi. Mana ham Akmal aka xafaman. Sizning parkingiz orqasidan 375 ming meni ham nalog yechdi, qarz kirib ketdim. Sizning parkingizdan bo'tdi. Xo'p, ana 1098 mi o'shanga telefon qildi. 1198 ga qildi. Nalogiga chiqsa sizning parkingiz deyapti. Yandexga chiqsa yana sizning parkingiz deyapti. Sizning parkingiz xullas aldoqchi ekan. Men ommaga olib chiqish uchun sizni aldab chaqirdim. Xafa bo'lmaysiz. Xo'p, endi meni ommaga olib chiqdingiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Meni parkim yolg'onchi ekan, meniki yechib olibdi, mana Abduqodirdan ham yechib olibdi, boshqa qilyapti. Lekin men aniq shu savollarga javob beraman. Sizning gapingiz noto'g'ri bo'lib chiqadi. Nimaga? Bularning ham gapi noto'g'ri bo'lib chiqadi. Bunga 0 dan 100 gacha yechim berishim uchun 30-40 minut vaqt ketadi. Kimda ayb bor, nima sababdan yechilyapti? Bu yechilayotgani haqqoniy yo haqqoniy emasligi hammasini o'zimning YouTube kanalimda qo'yganman. Ya'ni YouTube kanal ochgansiz. YouTube kanal ochganman, taksi nomer 001. Nalog bo'yicha, askop bo'yicha, страховка bo'yicha taksi sohasiga nima oid narsa bor, hammasini o'sha yerga joylashtiraman. Instagramda ham bor. Prosta Instagramda 1,5 minut, uzog'i 3 minut qo'yishingiz kerak. U yerda odamlar tushunmayapti-da. Oxiri nima bo'ldi, aka deyapti. Oxiri nima bo'ldi, u nima bo'ldi, bu nima bo'ldi deyapti. Tushunasizmi? Sizni ham gapingiz o'rinli. Hozir siz bitta siz emas. Meni yonimda yurib turib, siz bu narsani aytmayapsiz. Butun haydovchilar aytayapti, mendan shu paytgacha nalog yechib keldi. Yana meni taksi parking qarzga tiqdi, boshqa deyapti. O'shani yechimini men o'sha yerda ko'rsatganman. U 30-40 minutlik video. Ko'rishingiz mumkin. Ana undan keyin muhokama qilamiz. Bo'ldi. Aka-ukalar, Akmal akam aytganlarida YouTube kanal ochganlar. Instagramda taksi nomer 001. Xo'p, men o'zimni opisaniyamda ham, kommentariyada ham hamma yoqda zakripit qilib qo'yaman. Taksi nomer 001 YouTube kanaliga o'tib ko'rsanglar, xo'p, taksiga oid страховка bo'ladimi, ya'ni sug'urta bo'ladimi yoki nalog bo'yichami masalalarni hammasini shu akam o'zlari ko'rib chiqqanlar, o'rganib chiqqanlar, borib gaplashganlar. O'sha gaplashgan, ko'rib chiqqan videolar hammasi bor, faqat uzun. Instagramga qo'yib bo'lmayapti, biz ham qo'ya olmayapmiz, o'zlari ham qo'ya olmayapti. Shuning uchun bemalol kirasizlar, podpiskani bangillatib bosasizlar, bitta podpishka qilasizlar, hamda videoni ko'rasizlar va batafsil tushunib olasizlar. Hozir anaqa YouTube uchun alohida video bularni kanallariga olamiz. U yerda nalog haqida qiynayotgan sizlarni jamiki savollarga javob bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin. Agar o'sha hisob-kitobdan keyin haqiqatan sizdan yechib olgan narsa meni aybim bilan bo'lsa, yoki Abduqodirdan yechib olgan narsa meni aybim bilan bo'ladigan bo'lsa, men yonimdan hammasini qoplab beraman. Ne только sizlarga, biz haydovchilarga, который meni parkimdagi qarzga kirib qolganlar bor-ku, agar o'sha noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, ayb men tomonda yo boshqa bo'lsa, men yonimdan to'lab beraman. Lekin o'sha haydovchilarni haqqoniy o'sha qarzga tiqilgan, lekin sababini haydovchilarga tushuntirib bermaganlar tushunib yetsa, uni kelib qoplab ketish kerak, chunki bu birovning haqqi bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, men ham 100% qo'shilaman. Qaranglar, hozirgi paytda taksi parkka qarzga botirib ketayotgan sho'pir aka-ukalarimiz. Bu birovning haqqi bo'ladi, haqiqatan aytayotganlarda. Hozir bularning parkida ham ko'pchilik ishlagan nalog bangitib urgan, voy boshqa taksi parkda men nalog urmabdi-yu deyapti-da, boshqa taksi parkda ishlayapti va Akmal akamning parki qarzga kirib ketyapti. To'g'rimi? Shunaqa bo'lyaptimi? Bu bilan sizlar o'zingizlarni bo'yninglardagi narsani bularga ilyapsizlar, lekin bular ham qarab turmaydilar. Ya'ni bitta bular emas, jamiki taksi parklar ham qarab turmaydi, esingizlardan chiqarmanglar. Sizlar haqinglar baribir o'sha bularning haqqini sizlar yeyotganingiz uchun, ya'ni imini mana shu tashab ketayotgan, hammanglar emas, imini tashab ketayotganlar haq yeyotgani uchun baribir ertaga javobi bo'ladi bu narsani. Bu yerda bo'lmasa naryoqda bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha ehtiyot bo'linglar. Biz hammamiz halol kasb egalarimiz. Joninglar sog' bo'lsin. YouTube kanaliga o'tinglar, podpiska bosinglar, gazini bosinglar, xullas hammasi batafsil tushuntiriladi. Taksi nomer 001 taksi parki, Instagrami, YouTube'i hamma yengilliklar faqat sizlar uchun bo'ladi.
Bularda taksini jinnisi. Bitta kirasizlar Instagramda taksini jinnisi. Jinnisi va. Jinnisi bo'yatibdi. Har xil temalar bor. Videolarni jinnilari bor. Bemalol kirasizlar, banglatib, podpiska bosib, hammalar hurmatdasizlar, podpishka qilasizlar degan umiddaman. Siznikini birinchi bo'lib hisob kitobini boshlaymiz 1 millionnikini. Rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Charchamanglar.